zamoningda Sardor bo'lgandan sen Sardorning ishini qila deding. Sen undan ham yomon ish qilishing mumkin. Ana balki lekin yo balki emas. Bu yerda уже ne? Bu yerda reputatsiya katta unda. Tamam. Yana sana bir adam aytib o'tiribdi go'stingda. Sizlarni borib o'tirgan joyda seni tepaga chiqazmasdan seni pastga o'tkazib qo'yib o'zi tepada o'tiradi uni. Qanaqa hurmat intizomda turibdi. Bu yerda hurmat intizom yoshga qarab emas. Doğru. O'zi men sana bir narsani aytaman, hoji. Men Sardorni yonini olmayman, menga yomonlik etmagan. Men ham unga yomonlik qilmayman, prosta biz endi har vaqt men gaplanaman, to'g'ri gaplayman, u to'g'ri qabul qiladi, baribir xafa bo'lmaydi. Yoshga qarab bo'lmaydi. Bu sistemada men bu звездный sistemada yosh bu qiziq yo'q berdi yoshni. Hop, bo'pti. Hop, voy to'xta. Boshqa narsa aytmoqman, eshit. Agarda sen Sardornikini kuchli senda auditoriya bo'lganda sen Sardordan ham iskirt bo'ladi deding, hoji. O'tiraman, chettamsan. Qani, hop bo'ldi. Mana siz gapingizni gapirdingiz aka. Xafa bo'lma. Men ham shuni aytaman. Men ham ishni qilgan bo'ladi. Siz gapingizni gapirdingizmi? Amingizni qilsa, men ham eshitib o'rganing. Ha, eshit, ayt. Men ukalik qilib sizni eshitdim. Ha. Aka, qarang mana necha kundan beri odamlar 1000 ta odam to'plash uchun nimalardir qilib yuribdi-da. Mana necha kundan beri 3000 ta 2000 ta odam yuribdimi? Menga kerak emas aka. Olsin, menga kerak emas hech kim. Lekin menga bitta haqni o'rtaga chiqarib qo'ysin kimdir. Bo'ldi. Men yana o'sha 50 ta odamimga tushib olaman aka. Men yana o'sha 100 ta 50 ta odamimga tushib olaman. Sana bir zat aytaman, Azina. Haq gap yerda so'zlashing uchun men sana konkret aytaman. TikTok olamida pravda narsa ishtonning ichida turibdi, tamam. Bu yerda pravda yo'q. Bu yerda pravda yurmaydi sana pravdan. Men yuraman. Pravda qila olmaysan bu yerda. Hech qachon. Qilaman. Hech qachon pravda qila olmaysan. O'zingga pravda qilib chiqa olmaysan. Chiqaman aka, haqiqatlar mana bu safar o'tgan safar mayli dedim, tushdim pastga qarab tushib ketdim. Bu safar yengimni shimarganman. Bu safar o'sha haqni o'rnataman haykalni dalaq ketkizib. Okey. Sen o'tmishni ochacaksan, buni yolg'onlarini aytacaksan, buni boshqasini kime faydası var? Ucu sınmaydı o. Ucu sınmaydı. Zato aka. Stalnoy ucu. Bilesen mi Stalnoy? Ucu sınmaydı o. Hiç kimi yolg'oni qolmaydi. Bu. Bir tanesi ya. Bilazikka. Bayski. Itti bolasi men kartamda hozir bilan u qadar pul yo'qda. Bu zikka hozir 600 ming deb berib qo'yishim kerak-da biladi. Aminiga 600 ming deb berib qo'yishim kerak-da. Akalar bitta bosaylik, shu zikka 600 ming deb berib qo'yishim kerak. Keyin bu oqda oq qorani qora deydi. Periskop boyvachcha gitib bering. Topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Tuzimisiz bitta udar qilaylik aka, shunga 600 mingni to'g'irlamasam, ungacha jalabo qorani ham oq deb turaveradi. Mani Sardorga asirmas, mana shu kut qamatadagi 600 mingni bermasam, bor aniq. Nima qamatadi Sardor? Salom. Nima İlhan? Yarın ben Samarqand'da biraz gezin. Ondan sonra Qashqadaryo'ya gitin. Şu Qashqadaryo yozuvchining onda bir tane video oling. Ben kendi mamlakatimdayim, kendi davlatimdayim, hur ülkemdeyim. Deb undan sonra Toshkentga döneyin. Sen nereye gidiyorsun? Arabayla mı? Trenle mi? Arabada. Arabada? Aha. Arabada oraya gidilir mi? O kadar yol. Öyle ama ya zikaka yo'lda qarang, inasiniki kalpaklarim uchib ketdi.